Bu akamiz ishlarini hamma juda ham yaxshi biladi, juda ham sifatli, juda ham ko'p viloyatlarga dastavka qiladi bu akamiz. Prasina Padadiyaning Nalichka bu yoqda dasturxonliklar, momiq adyollar, turli tuman ishlardan mana bunalar Nalichkasi, prasinasi, bular dasturxonliklar qimmati bor, arzoni bor. Nech puldan nech pulgacha dasturxonlik? Eng arzon. Eng arzoni 13 mingdan, xo'jalik bor, 13 mingdan. 13 mingdan. Mana Ramazon dasturxoni rosa so'rovdi, bitta ikkitasi topilmadi. Ular nomi Ramazon dasturxoni ekan, zakaz bo'lib qidirib topa olmaydi to'g'risi shahardan. Bular o'rtasi to'rli dasturxonlar, bular 3,5 metrligi. Bular o'rtasi to'rligi 3,5 metrlisi 100 ming so'm ekan. Xullas ob'yom juda ham ko'p. 12 mingdan qanchagacha? 13 mingdan. Ha. 13 13 mingdan 450 ming so'mgacha bor ekan. Xo'jalik dasturxondan tortib to o'sha qimmat katta xon taxtalarga qo'yiladigan zallarga tushadigan xon taxtalarga. Bular momiq adyollar, momiq yumshoqini nima deydi, ko'rpali qilsa ham bo'laveradi, momiqini adyol qilsa ham bo'laveradi. Keyin bu yerda Prastina Padadiyaliklar mana shu rasmni ko'ryapsizlar. Ustida qanaqa bo'lsa, ichida xuddi shunaqa chiqadi. Juda ham chiroyli ranglar, rasvetkalardan bor ekan. Bular nech puldan? Optim narxi 100 ming so'm ekan bular. Rasmni ko'ryapsizlar, o'ta chiroyli. Xuddi ichida ham shunaqa chiqadi. Mana shu bularni shatga mana bular. bular qancha? 100 ming qilib beryapti. Bular 100 ming so'mdan ekan mana shular. Optimga 100 ming. Bular ham shunaqa 100 mingmi? Bular ham 100 ming qilib beryapti. Bular ham 100 ming ekan. Ichida nechtalik chiqadi? Ichida prostina, Padadiyaning nalichka chiqadi. Prastina Padadiyaning nalichka chiqar ekan. Ikkita, uchta, to'rtta, ikkita bolishga, bitta pastga, bitta tevaga. 100 xildan oshiq rasvetkasi. Qanchadan? 100 xildan oshiq. 100 xildan oshiq rasvetkasi bor ekan. Qoyil. Bozorda hammasi chiqmaydi, asosan tarqatamiz. Ha, akamizni biz ko'pdan beri bilamiz, uyda ko'p tarqatadi. O'zbekiston bo'ylab qo'shni respublikalarga ham chiqarasizlarmi? Tojikiston, Qirg'izistonlarga ham chiqar ekan. Xullas mana rasmlar ko'ryapsizlar. Shu qanaqa ish bo'lsa shu ichida shu chiqadi. Mana tiniqligini qaranglar, ishni. Qani endi bir imkon bo'lsa yozib ochib ko'rsatsak, endi buni ochgandan keyin qaytib yig'ishi bor. Mana shu rasm bo'lsa, ichida ham xuddi shunaqa qizillar. Yo, naryoqda arzon bolish nalichkalari bor. Tanlashyapti opalarimiz rasvetkalarni. Bular qanchadan? Bularni zakaz olish uchun olib chiqamiz o'z bozorga. Ha, bular zakazga chiqqanmi? Zakaz Ha, mingta bo'ladigan bo'lsa o'sha 7,5 ming, 7600 qilib beramiz. Mingta oladiganlar uchun 7000, 7600 so'mdan qilib berishar ekan. Buni donasi, buni bir donasimi? Ha, jupi ekan, ikkitaligi. Jupi 7,5 ming. Ikkitaligi jupi 7,5 ming so'mdan ekan. Ichida ikkita bo'ladi, ana shu ikkitasi 7,5 ming so'mdan. Donasi menga to'g'ri kelmaydi. Donasi shu bir 3,5 ming, 4 ming so'm atrofida, 3,5 mingdan sal oshiqroq. Bular detskilar mana bular. Bular detskilar ekan. Bular ham har xil turlari bor bularning. Bularda ham mana turli tumanlardan bor ekan. Moshinachalari bor. 5-6 tasini uyga borib, obzor qilsam bo'lar ekan, endi ochib, chiroylab Instagramlarga qo'yib. Zakaz tushib qolsa shunda o'rab turib yuraman. Mana qaranglar chiroyligini. Mana gullarni. Jatkada bular yangi keldi bular. Jatkada chiqdi. Bu 3D deyilgan shekilli, menimcha gullar ham hali chiqib ketaman deyapti, vaqa 3D degan materialdan shekilli suyitlar. Bular qanchadan? Bular ham 100 mingmi? Bularni hozir bir kishilik ko'ryapsiz, bularni 75 ming. Ha, bular bir kishilik ekan. Razmeri bir kishilik emas, paltara razmeri. Paltara o'sha bir kishilikdan ham kattaroq ekan. 1,5 kishilik kattaroq ekan. Nech pul? 75 ming. 75 ming so'm ekan bu ham. Bularchi? Bular ham 75 ming so'mdan ekan. Bularchi? Ana matrasli bularimiz Dona 60, optim 50. Dona 60, optim 55 ming so'mdan ekan bular. O'zingizning Telegram kanalingiz bor-a? bor. Nomeringiz nechi? 99lik, Telefon nomerlari 99lik 070, 070 78 88. 78 88 nomeriga aloqaga chiqsanglar, o'zining Telegram kanaliga ulaveradi. Ana shu prasinalar 100 xil rasvetkasi bor deyapti. Xohlaganlaringizni tanlab zakaz berishlaringiz mumkin. Akamiz albatta ko'proq osonlarga dastavka qilib beradi. Hali bitta ikkitaga dastavka Faqat sotuvchilar uchun donaga. ha, donaga yo'q, faqat sotuvchilar uchun, ob'yom oluvchilar uchun ekan gruppa. Siz shu Telegramingizda nimasi qo'yilganmi? Profil qo'yilganmi? Nima silkani? Silkasi deydimi? Silkasini tashib. Ha, silkasini tashib berishar ekan.
Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud. Kuryerlik xizmati bizning nomerlarimizga aloqaga chiqinglar. 33lik 309 41 87 93lik 309 41 87 nomerlarga 33lik nomerda Telegram kanal bor. Telegramimiz bor. Telegramda profilda Telegram kanalimiz bor. Aka sog' bo'ling, charchamang. Hop. Ha, safetka degan. Azoblash xizmati deymi, ro'za. Oyoq kiyimlar, tepchiklar. Trikolar donaga ham bo'lib ketdimi deyman, trikolar. Donaga ham bo'lib ketdi trikolar. Hozir donaga triko uncha-muncha joyda yo'q, pachka sotiladi. Assalom aka. Yaxshimisiz aka? Siz charchamayapsizmi? Hala nomeringizni aytib qo'ying YouTube'ga. Chatlasizmi? Ha, bo'ldi. Mana shu opamiz birinchi darozdan kiraverishda savdo qilishyapti. Donaga ham berishaver ekan. Donaga uncha-muncha joyda savdo yo'q hozir. Yozgi tapishkalar chiqibdi, mana juda ham chiroyli. Makasimachalar. O'zim qiziqaman. Ha. Foydasini bilsangiz, siz ham qo'varasiz, o'shancha yetmayman. Ey. Bo'ldi, o'taman. Bozor yaxshi.